Akalar, Xorazmda navbatdagi Cobalt'imizni olib keldik. Ko'rishinglar mumkin. Mashinamiz yil 2021-yilgi Cobalt avtomobili. Ko'rib turibsizlar, juda ham qattiq urilgan. Eshik opshkalarning holatini ko'rib turibsizlar, bukilib ketgan. Bakolar osilib yotibdi. Salon holatida airbaglari o'tmagan, lekin torpedka bilan sidinani qisilib qolganligini ko'rib turibsizlar. Juda ham qattiq urilgan Cobalt avtomobili. Bu yonlariga o'tamiz. Bu tomonlari yaxshi. Oldi bilan urilgandan keyin mashinamiz aylanib ketgan va orqa bamperi shilinib qolgan. Bu yonlari ideal tiniq turibdi. Даже oldi farasigacha but-butun. Motor korobkalarga ziyon yetmagan. Xullas, lekin vahshiy qattiq urilgan Cobalt avtomobili. Egalari Xorazm, Urganchdan bizga murojaat qildilar. Borib ko'rib sotib oldik. Butun O'zbekiston bo'ylab, vodiy, voha bo'ylab pachoq mashinalar sotib olamiz. Bemalol murojaat qilinglar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Pachoq mashina topib bersanglar, $100 dan $200 gacha suyunchi pul beramiz. Bemalol murojaat qilaveringlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bu Cobalt'imizni o'zingizlar kommentariyada izohlab qoldiringlar. Udari qanaqa va nechta yilda urilgan bo'lishi mumkin. Xullas shunaqa akalar, charchamanglar.